Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun 25-avgust 2026-yil. Xudo xolasa mana bugun ko'chatlarimizda holatni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu yerda aytganimdek 20 xil ko'chatlarimiz mavjud. Hammasi Kober 5PP hamda Repar Rupestris payvandtarliklariga ulangan. Mana ulangan joylari. Bularda bugun endi salafonlarni, yunkalarni olib chiqamiz. Boylaganlarimizni, payvanddagi boylaganlarimiz mana ichkari taraflari. Mana shunday holatda. Bugungi holati. Mana kaltaklari pishib qoldi mana do'stlar. Ko'rinayotgan bo'lsa hammasini mana qanchagina pishib qoldi kaltaklari ham. Endi buni bugun mana shu parafinini hamda mana ichidagi salafonni, o'ralgan salafonni olib chiqamiz do'stlar. Mana hayvon joyini qarang, qanday birikkanligini birgalikda hozir ko'rib ko'ramiz. Hozir endi operator o'zimman mana shuni olib kesamiz. Mana shunday o'tkir aboyni pichoq bu, oddiy. Yo bo'lmasa lezo bo'lsa ham bo'laveradi. Mana shu bilan ashitidan shunga tilinadi mana. Ana tilingandan keyin bu salafani olinadi. Mana do'stlar, parafin bilan o'ralgan, yashil parafin qilingan mana salafani mana. Birinchi shu nima bilan, plyonka bilan o'raladi. Salafon plyonka bilan. Keyin parafinga solingan mana. Mana do'stlar natijasi. Mana. Qarang qanday birikib ketgan mana. Juda ham zo'r a'lo bitgan. Mana ichkaridagilari. Hozir yana bittasini ochib ko'ramiz mana shuni. Qanday bitgan. Kalos chiqarib juda ham yaxshi birikib ketgan. Qilingan joyi. Bunisini ochamiz mana shunday qilib. Hozirgi vaqtga kelib hammasi birikkan. Endi bularda o'sha salafonlarni olib chiqamiz. Mana do'stlar. Payvand joyini ko'rinyapti mana. Birikkanini qarang. Bu endi hech qayerga ketmaydi mana. Tepasidan qattiq bossangiz ham hech narsa qilmaydi buni. Yaxshi birikib ketgan. Mana bunisini qarang. Kalos chiqarib ancha uyg'onlashib ketgan. Endi buni mana shu yerdan shu bitilamiz hozir. Bunu ochamiz. Ham yaxshi birikkan. Hammasi bular birikkan. Ko'pchilik ko'chatlaringizni ko'rsating, bo'yi qanaqa, qancha o'sgan deb so'rashadi. Mana bo'ylari 1,5 bor, 2 metrliklari bor mana. 2 metr o'sganlari ham bor. Buni hech qanday bo'yi rol o'ynamaydi do'stlar. Buni asosan kuz oyida 2 ko'z 3 kunlik qoldirib kesiladi. Mana shu yerdan bo'ladigan bo'lsa, masalan, mana payvand qilingan joyi mana bu. Mana payvand. Mana shu yerdan kesiladi mana. Do'stlar, 3 ta, bitta, 2 ta, 3 ta pindik qoldirib kesiladi. Noyabr oyida. Siz ekayotganingizda mana shu 3 pindik bilan ekasiz. Ana o'shanda ko'chat yaxshi rivojlanadi keyingi yilgi bahorga. 2027-yil bahorga
juda yaxshi amal oladi. Buni bor bo'yi bilan qo'yadigan bo'lsangiz, yaxshi amal ololmay qoladi bu. Sababini aytib o'taman. Do'stlar, mana shu barglardan hozir oziq qolyapti, mana shu barglardan. Ertaga kuzda bu barglar to'kilib bo'lgandan keyin ozuqalar mana shu tana orqali tomirga tushadi. Ana ildiz u tomiri ozuqa nima desam, oddiy tushuntirganda oddiy sklad vazifasi deylik, ombor vazifasi, ozuqa ombori bo'ladi tomir. Ana shu ozuqa omborida mana shu 3 ta pindik qo'yib ekkaningizdan keyin, mana shu 3 ta pindik bilan ekkaningizdan keyin tagidagi ozuqa, ildizdagi bo'lgan ozuqa mana shu 3 ta pindikka juda yetarli darajada ozuqa berib turadi. O'shaning uchun o'sishi yaxshi bo'ladi. Siz agar bor bo'yi bilan buni ekadigan bo'lsangiz, tagidagi bo'lgan ozuqa yetmay qolishligi mumkin. O'shaning uchun qiynalib qoladi keyin ko'chatlar. Katta ko'chat ekaman deb bu nimani qiynab qo'yasiz keyin. Uzunni tanasini qiynalib qoladi tana. O'shaning uchun doim ekidiganda 2 pindik, 3 pindik qoldirib ekiladi. Mana shunday. Mana shu holatda ekiladi, mana shu 3 ta pindik qoldirib ekiladi. Ikkita qoldirsangiz ham bo'ladi. Keyingi shu o'sishda juda zo'r, yaxshi o'sadi keyin bu. Do'stlar, o'shaning uchun ko'chat ekishda adashmash kerak. Hech qachon bor bo'yi bilan katta ko'chat 2 yillik, 3 yillik ko'chatni ekib olib, menimcha bir pasda hosilga kiradi deb o'ylasangiz, xato o'ylagan bo'lasiz. Mana do'stlar, qanaqa pishgan kaltaklar pishib qoldi. Bularning orasi mana 10 santimetrdan, orasi 10 santimetrdan ekkanmiz. Mana har birining orasi 10 santimetrdan qo'yilgan. 3 qator ekilgan mana. Tayda tomchilatib sug'arish uchun mana shlankalar qo'yib tashlangan mana. Kecha bularni sug'arib chiqqanman. Taglari nam bo'lib turibdi. 3 qator ekilgan. Har birining orasi 10 santimetrdan. Do'stlar, mana bugungi kelib ko'chatlarimizning holati mana shunday. Bular juda baland qilinganda o'zimni uyimdagi buzog'im bo'shalib ketib, kechqurun mana shu yerda vayron qilgandi. Iplar mana uzilyapti bu iplar. Qarang. Hozir juda tikka baland o'sayotgandi. Mana shu yerga kirib mazza qilib yegan uni. Hamma yoqni uzib tashlagan ekan. Bu hali ham yana ancha o'sib qolgan holatini ko'rsatyapman. Tamam, yeb tashlagan ekan bu barglar, hech narsa qoldirmay. Do'stlar, ko'chatlarimiz mana shu holatda. Mana kecha ham mana shu yerga kirib, mana shu yerda uzib ketgan mana buzoq. Bular ko'berlar do'stlar, mana hammasi. Ko'ber ko'chatlarimiz ham bor. O'sish jarayoni, o'sishi. Mana shunday ko'chat yetishtiramiz do'stlar. Kimga ko'chatlardan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, telefon nomerlarimiz yozilgan. Aloqaga chiqib, zakaz qo'yishlaring mumkin. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan videomiz mana shundan iborat do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.